Avvalambor assalomu alaykum qishloqdoshlar, ahli O'zbekiston, hamkasblar, Rossiyada yurgan, musofirda yurgan. Assalomu alaykum musofirda yurgan aka-ukalar. Mana hozir bugun hali yana bitta video bo'ladi. Mana bugun ustini ochib bo'ldik, traktor kiradi. Traktor kelguncha shuni qo'l bilan sal ochib olaylik, qulay qilib. Keyin traktor, obeddan keyin traktor keladi. Yordam berganlar uchun hammalarni duo qilaman. Avvalambor assalomu alaykum qishloqdoshlar, ahli O'zbekiston, hamkasblar, Rossiyada yurgan, musofirda yurgan aka-ukalar, opa-uka singillar, hormaylar, qalaysizlar? Mana Guloyim opani videosini chiqardik. Qishloqdoshlarga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana joylarni taxladik. Jiddi polvon traktori kelib, chiroyli qilib tekislab berdi. Sementlar bo'ldi. Akalarimiz ehson qildi. Sementlarni. Strabillar bo'ldi. Ashta 50% ishimiz bo'ldi. Endi bu yog'i asl bo'lsa ertaga ustalar keladi. Fundamentlarni qo'yamiz. Keyin blok temasi qoldi, 2000 ta blok. 2000 tani ikkita tadbirkor akamiz mingta olib beraman dedi. Yana 2000 ta blok olishimiz kerak. Eshik tirzalarni bir akamiz nasib o'zi katta videoda hammasini aytaman. Eshik tirza akva Rossiyadan bir akamiz chiqdi. Azima olib beraman dedi. Yog'ochlarimiz bo'ldi, shipirimiz bo'ldi. 2000 ta blok qoldi hozir. 2000 ta blokni ham olsak, skeletini tiklasak, xudo xolasa, qolgani keyin sekin bo'ladi. Shkatulka, stashka, ichlari, отделкасы, aboylari, gilam, parda, gazxonaga, kuxunni, shkof, ariston 25 litrlik. Harakat qilamiz. Endi sizlar paddeshka qilib tursanglar, musofirdagilar, qishloqdoshlar pul tushib tursa, opaga bitta kirmoshon. Shunday qilib chiroyli qilamiz. Xudo xolasa, opamizga ham bitta o'g'ilchasi bor ekan. O'zi 7 yil deganda Alloh taolodan tilab olgan ekanlar. Asl bo'lsa shu jiyanchi ham katta bo'lsa, bir elga, xalqqa foydasi tegadigan bir mard yigitlardan bo'lsin. Mana shu Hasan akamizning qolgan umrini yangaga, farzandiga ato etgan bo'lsin Alloh taolo. Mana shunga qishloqdoshlar, musofirda yurganlar, aka-ukalar, opa-singillar, qo'llaringizdan kelgancha shu opaga yordam qilinglar, vaziyatni ko'rdinglar. Mana bugun bismillah deb ishni boshlashdan oldin G'olib aka Benjonni keltirib bir duo pota qildirdi uylarida. Opamiz ham rahmat aytdi, hammalaringizni duo qilib turibdi. Shunga qo'ldan kelguncha opaga yordam qilinglar, imkon boricha. Mana shu qishlog'imizdagi tadbirkor akalarimiz, ukalarimiz katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Zo'r paddeshka qilyapsizlar. Ehsonni mukofoti ehson. Hammasini Alloh taolo ko'rib turibdi. Eshitib turibdi. Qilgan ehsonlaringizni Alloh taolo ming barobar qilib qaytarsin hammalaringizga. Mana shu ishni boshladik. Mana shu musofirdagi aka-ukalar, qishloqdagi aka-ukalar qarab turmayapti. Hammasi yordam qilyapti. G'olib aka ham qo'ldan kelguncha harakat qilib, mana bugun strabillarni bor olib keldi. Erta nasib bo'lsa yog'ochlarni keltiradi. Xudo xolasa xabarlaringiz bormi yo'qmi? Mana Bekzod Haqqiyevga bir og'iz chiqib videoni tashladim. Videoni ko'rdi Bekzod Haqqiyev. Aka nima olib beraydi? Aytdim, hoji aka, shipirda olib bering. Bo'ldi, shipirda men olib beraman. Rahmat shu Bekzod hojiga ham. Ko'pchiliklar yordam qilyapti. Mana Hasan Bahriyev
ancha yordam qildi. Malades, shu ukamizga ham katta rahmat. Shu Hasanjonni ham topganiga Xudo baraka bersin. Baribir amakisi, jiyani. Ko'pchilik komendaturaga yozibdi Hasan Bahriyev. Yo'q, Hasan Bahriyev zo'r yordam qilyapti. Mana shunday gaplar aka-ukalar. Qo'ldan kelguncha podeshka qilib turinglar. Endi nasib bo'lsa shuni skeletini, gavdasini bir ko'tarib, tomlarini yopib qilib olsak, Xudo xolasa bu yog'i yaxshi ketadi. Shu Vremenkani ham boshdan bitta havuz qilamiz. Aristonga. Opamiz qiynalmasin shu kuxonnisiga. Issiq suv, sovuq suv, kirmoshinga sharoit qilib beraylik. Mana shu polvon ham, jiyanimiz ham katta yigitlar bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Bu hayot bu. Bir vaqtlar kimlarnidir ko'ruvdik. Mana hozir kimlardir kim bo'lib yuribdi. Aytib bo'lmaydi, bu jiyanimiz ham erta katta bo'lib hokim bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, katta tadbirkor bo'ladimi. Bu Alloh taolo biladi. Boyni gado qiladi 1 sekundga. Gadoni shoh qiladi 1 sekundga. Buni Alloh qiladi. Hammasi rizq beruvchi Alloh. Hech kim bilib bo'lmaydi. Ertamiz ol katta bo'lsa kim bo'lishini yoshligida. Mana shu ukamiz ham bir elga, yurtga, Qashqadaryoga, O'zbekistonga bir foydasi tegadigan bir zo'r o'qimishli yigit bo'lsin. Alloh taolodan shuni so'raymiz. Shu opamiz ham shu jiyanchani vaqti kamolini ko'rib shuni izidan rahmatlar eshitib yursin. Qishloqdoshlar, musofirda yurganlar katta rahmat. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Qilaydigan ehsonlaringizni Alloh dargohiga qabul qilsin. Rahmat, hurmat qilganlaringiz uchun, podeshka qilganlaringiz uchun. Hammalaringizdan yana bir bor kattakon rahmat. Yana bitta iltimosim bor. Iloji boricha mana shu Qamashi gruppamizda 2300 ta odam bor. Shu kanalimizga obuna bo'linglar, iltimos YouTube kanalimizga. Iloyim shu kanalimiz shu el uchun, xalq uchun xizmat qilsin. Eski kanalim bor edi, quplanib qoldi. Shuning uchun bu kanalni shu momani birinchi proyektni boshlaganimizda ochuvdik. Shuning uchun yangi bu kanalimiz. Auditoriya odam kam. Eski kanalim bo'lganda edi, u boshqacha edi. Odam bor edi. Shunga endi podeshka qilinglar, shu kanalga ham obuna bo'linglar, iltimos. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar, rahmat. Yana dal shu videolar chiqib boraveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum musofirda yurgan aka-ukalar. Mana hozir bugun hali yana bitta video bo'ladi. Mana bugun ustini ochib bo'ldik, traktor kiradi. Mana oldi keldi narsalarimizda. Mana sementlarimiz keldi. Mana sementlar keldi. Mana hozir qum chag'illarimiz kelyapti. Mana. Davay boshlang Husseynjon. Boshlavering siz. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات العظيم ورب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاصة سامراء محمدية السلطان والشعر السلطان ورغم حضرة اللطف والشهشة يا عزيز وخاصة حضرة السلطان والسيد خاصة
Yashang Husaynjon. Siz ham barakat toping, katta rahmat. Assalomu alaykum. Musofirda yurgan aka-ukalar, qishloqdoshlar mana boshladik. Azizjon. Mana boshlayaverdik Aziqari. Yonasi bugun iqtib tayyorlaymiz. Mana ustalar keldi. Hammasini bugun o'ziz taxlab nima qilib boramiz. Mana shu apasni birinchi shu tandirxona bilan mana bitta o'lcha yorilgan, yiqilay deb turgan holati. Shuni birinchi kuni ochib, hozir traktor kelguncha shuni qo'l bilan sal ochib olaylik, qulay qilib. Keyin traktor, obeddan keyin traktor keladi. Traktor kelsa ham yana videoni boshlab qo'yamiz. Mana yashaylar, hammasi sizlarni sharofatlaringiz bilan qishloqdoshlar, malades. Mana hozir 2-3 kundan beri o'zimga ham telefon bo'lyapti. Qo'limga ham ketirib beryaptilar, kartaga ham tayyorlayaptilar. Rahmat. Hozir mana bir 3-4 tonna sement sentrdan bora olgin deb telefon qilishdi. Bir uchta aka-ukalarimiz telefon qilishyapti. Yashaylar. Rahmat hammalaringizga. Martabalaringiz bundan ham ulug' bo'lsin, ziyoda bo'lsin. Kam bo'lmaylar. Rahmat hammalaringizga. Mana hozir bitta qisqa video qildim. Endi traktor kelsa hali yana bitta video qo'yamiz. Ishqilib betonlarni to'pursak video qilib qo'yib boraveramiz. Yashaylar, rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli musofirda yurgan akalar. Mana bugun hozir boshladik. Jiddijon ukamiz mana keldi. Hozir mana materiallarimiz ham keldi. Mana ehson qilgan akalarimizga rahmat. Mana o'zi stropilar, mana sementlarimiz keldi. Mana buzish jarayonida biza ertaga ustalarimiz kelib boshlaydi. Mana Guloy opamizning o'zlaridan ham bir eshitaylik, gapiring opa. Musofirdagi akalarim, ustalarim, katta rahmat. Ehsonlar Xudo yo'liga qabul bo'lsin. Yordam berganlar uchun umidimizcha hammalarni duo qilaman. Katta rahmat. Hammasi yelib, hammasizlarga ham jamiki ehson qilib shunday qilganlarga katta rahmat. Rossiyada yurganlari ham bir nima deydi. Musofirdagi akalarim, sizlarga ham rahmat. Ehson bilan ukam Azizjon, sizga ham, Bolisjon, sizga ham jamiki elimgalar deyman. Shu kundagi shunday qilib ehsonlar qabul bo'lsin iloyim. Yashang, yig'lamang. Mana yonasi bir haftani ichiga yonasi shu imoratingizga ichiga kirasiz opa. Mana akajonlar, ukalarim, mana rahmat sizlarga. Hammasi sizlarni sharaflaringiz bilan mana shu. Hammasi sizlarni xizmatlaringiz bilan bo'lyapti. Barakat topinglar, kam bo'lmanglar. Iloyim shu sizlarga, sizlar bir bersanglar, iloyim sizlarga Xudoyim ming qilib qaytarsin. Shu yaxshi kunlaringizga qaytaraylik. Doim biza ham sizlarda musofirdan to qaytgunlaricha akalarim, ukalarim biza ham duoda. Biza yashaylar, katta rahmat. Hali ertaga ustalar kelsa yana bitta video bo'ladi. Sog' omon bo'linglar. Podishka uchun katta rahmat. Yashaylar. Mana akalar,
Joyimiz tayyor bo'ldi. Mana ertalab ustolar kelib, aplavkani keltirib, yonasi boshlaydi. Materiallarimiz aylo tayyor. Mana traktorda hozir jo'natdik. Endi bir yerni ham ko'rsatay deb video qilyapman. Mana plashatka qilib, zakonni tegizlab berdi. Rahmat Jiddiga. Jiddijon baraka topsin. Rahmat o'sha yigitga mana zakonni qilib tegizlab berdi. Jiddini ham martabasi bundan ham ulug' bo'lsin, ziyod bo'lsin, biriga 1000 bersin. Mana ertalab ustolar keladi. Yonasi aplavkalarni boshlaydi. Ertalab yangi boyaka tayinni chizib qonuniy qiladi. Yana ertaga video qilib tashlaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Yana uchrashguncha bo'pti. Rahmat, sog' bo'linglar.